Qorilar 7 avlodida jannatga shafaat qilib, jannatga toj kiygizadi degansan. Parvardigor, bitta avlodimizdan bo'lsa ham qorilarni chiqargin. O'zimiz qori bo'la olmadik. Qorilarga xizmat ham qila olmadik. Parvardigor olam, farzandlarimizdan qorilarni chiqargin. Qorilarga xizmat qiladigan muhiblarni chiqargin. Qorilarni ehtiromini joyiga qiladigan salohiyatli mu'minlar bo'lishlikni Robbim chiqargin. Parvardigor olam, ota-onalarimizni kechirgin. Bobo-buvilarimizni kechirgin. Mahshargohlarda ahvollari qiyin bo'lib yotgan, qabrda turgan mu'minlarimizni Robbim o'zing kechirgin. Parvardigor, ular ham dunyoda o'lishlarini bilmagandilar. Parvardigor olam, ular ham bizchalik dunyoda tog'dek yashayman deb o'ylagandilar. Alloh